Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi binosida joriy yilning 16-17 oktyabr kunlari viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, jamoat xavfsizligi xizmati boshlig'i polkovnik Jo'rabek Avazov rahbarligida viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati tomonidan joriy yilning 9 oyi davomida olib borilgan faoliyatiga bag'ishlangan videoselektor tarzidagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda huquqbuzarliklar profilaktikasi, yo'l harakati xavfsizligi, jamoat tartibini saqlash boshqarmalari hamda probatsiya bo'limi mas'ul xodimlari ishtirok etishdi. Tadbirda joriy yilning 9 oyi davomida amalga oshirilgan ishlar, erishilgan natijalar, mavjud muammolar va kamchiliklar atroflicha muhokama qilindi. Ichki ishlar organlarining barcha yo'nalishlarida huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, jinoyatchilikni kamaytirish, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, jamoat tartibini saqlash hamda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar tahlil qilindi. Polkovnik Jo'rabek Avazov har bir rahbar va mas'ul xodim faoliyatini tanqidiy tahliliy ruhda ko'rib chiqdi. Yo'l qo'yilgan kamchiliklar sabablari tahlil qilinib, ularni bartaraf etish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi. Shuningdek, xizmat intizomini mustahkamlash, mas'uliyatni oshirish va faoliyatda zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish zarurligi alohida ta'kidlandi. Yig'ilish yakunida muhokama etilgan masalalar yuzasidan tegishli rahbar va mas'ullarga aniq topshiriqlar berilib, belgilangan vazifalarning ijrosi qat'iy nazoratga olindi.